Ko'pchilik santexnika qilayotganda luchvoy qilishadi. Payka qilsa suv qo'yaveradi. Luchvoyda to'pli-pol turbalar bilan ishlatiladi, press apparatlar bilan ishlanadi, pressovning fittinglar bilan ishlatiladi. Paykada bu yerda stiklar bor. Har bitta stiklarimizda o'zini diametri bor. Ichki razmerlari bo'ladi turbalarni. Ichki razmerni ko'pchilik ko'p eritib qo'yadi, ko'p shab qo'yadi, ko'p itarib qo'yadi. Ichki diametrdagi razmer qisqarib qolganning hisobiga gidravlika buzilib qoladi. Buzilib qolganning hisobiga ko'pchilik luchvoy yaxshi deb luchvoyga o'tib ketib qolyapti. Lekin har bitta ishni o'zini mutaxassis qilsa, xudo xolasa unda ham muammo bo'lmaydi. Uyiga aytayotdiki, men payka qilishdan qo'rqaman, uyimni spalinni o'tqizsam, suv qo'yarsam, nima qilaman degan savollar bo'ldi. Zavodda o'zi stiklar qonun qoida bilan yopishtirilsa 30 yil garantiya beradi. 30 yil turgan turba darcha ham turadi o'zi aslida. Tajribada nimadir bo'lganmi, shu suv qo'yargan joylar bo'lganmi, qanaqadir joyga borib peridelga qilgan joylari? Svet o'ynagan holatda bo'lishi mumkin. Svet past bo'ladi yoki juda baland bo'ladi. O'sha paytlarda dazmol kattaroq gradus chiqarib yuboradi. Past bo'lganda gradus yetib bormaydi, yopishtirib qo'yganda bilmay qoladi. Yopishtirgan holatlarda mana shu muammolarga duch kelinadi. Stiklardan suv qo'yib yuborish ehtimoli bor.